bilan ham o'rtoqlashishni xohladim. Umid qilamanki, sizlarga manzur keladi. Shilpirdog'imizni tayyorlash uchun 300 gram ot go'shtini, 300 gram suyeli mol go'shtini 2 soat ustini ochib turib, mana shunaqa biroz qaynatib olaman. Keyin 3 soat ustini yopib turib qaynataman. Shunda suv juda ham tortib ketmaydi. Agar juda ham ko'proq tortib ketsa ham, biroz qaynagan suv qo'shib borsanglar bo'ladi orasida. Men shunaqa qilaman. Keyin mana go'shtimizni suzib olib, 1 stakan mana shu go'sht suviga xamir qorib olaman. Bunga bitta tuxum, 1 choy qoshiq tuz solib, 3 stakan unga qattiq xamir qorib oldim. Xamirimizni yaxshilab mushlab, strichga o'rab qo'yib, 20 daqiqa tindirib, keyin mushladim. Yana 20 daqiqa tindirib, yana yaxshilab mushlab, oxirgi 3-martasida yarim soat tindirib olib, keyin xamirimni yoyishga boshladim. Videoda ko'rishingiz mumkin, xamirim silliqqina xamir bo'ldi. Ya'ni mana shunaqa silliqqina bo'lsa, yaxshi yetilgan bo'ladi xamiringlar. Bu xamirimizni endi yoyib olamiz. Yoyganda men juda ham qalin qilib yoymayman. Mana shu xamirimni 80 sm ga 90 sm qilib yoydim. Yana bir narsani aytib o'tmoqchiman. Ba'zan men mana shu shilpidon xamirini tovuqni suviga ham qorib yuboraman. Tayyor morozilkada muzlatib qo'ygan tovuq suvlari bo'lsa, olib eritib qorib yuboraman. Agarda go'sht pishib, keyin uni suvi sovigungacha ham kutishni xohlamasanglar, mana shunaqa qilib turib, tovuqni suviga qisanglar ham bo'ladi. Umuman o'zingizlar xohishingizga bog'liq. Men chunki tovuq suviga ham qorib yuraman, juda ham yaxshi bo'ladi mazasi. Xamirimni yo'q bo'lganimdan keyin kesganimda ham juda ham kichkina qilib kesmayman. Shu o'rtacharoq, biroz kattarog'iga yaqin qilib ham kesib yuboraman. Kesib olganimdan keyin hamma xamirlarimni, masalan, shilpirdog'ni peshinda tayyorladim, lekin ozgina qismini kechqurun pishirishim kerak. Turmush o'rtog'im kechqurun keladigan bo'lsalar, men xamirni patnisga terib qo'yaman. Ya'ni patnisga terib, orasiga sochuv qo'yib, xolodilnikga qo'yib qo'yaman. Ko'rishingiz mumkin, xamirni orasiga sochuv qo'yib turib, bitta-bitta qilib terib chiqyapman. Mana shu shaklda 5-6 soat saqlashingiz mumkin. Ya'ni xamir hech qanaqa yopishib ham ketmaydi. Keyin olib sirazi pishirib olaverasizlar. Lekin shilpidon xamirini patnislarga terib ochuv joyda ham saqlanadi. Men endi patnis bo'lib yotishini xohlamaganim uchun hammasini bitta qilib turib, mana shunaqa orasiga sochuv qilib, sarafanga o'rab, xolodilnikga qo'yib qo'yaman. Mana shu shaklda morozilkada ham saqlayman. Bu ham bir sizlarga fikr bo'lsin deb aytib o'tishni xohladim. Mana endi shilpidoqlarimizni pishirib olamiz. Shilpidoqlarimizni mana shu qaynab turgan go'sht suviga solib, bir qaynab chiqqandan keyin 2 daqiqacha qaynatib olaman. Shilpidoqni boshqa usullarda ham tayyorlashadi. Ya'ni hammamizga ma'lum, piyoz, sabzi, kartoshkalarni qovurib, ustiga solib iste'mol qilinadi, lekin menga ko'proq mana shu uslubda yoqadi, juda ham mazali bo'ladi. Shuning uchun men mana shu uslubda tayyorlayman. Ko'pincha shilpidoqlarimiz ham tayyor bo'ldi. Mana go'shtlarni ustiga kesib terib chiqib, albatta buni murchli piyoz bilan iste'mol qilamiz, chunki murchli piyoz o'ziga yarasha juda ham ajoyib ta'm bag'ishlaydi. Shilpirdog'imizni qazilar bilan bezatdim. Agar qazi bo'lsa, qazi bilan iste'mol qilsanglar yanada mazali bo'ladi, lekin qazi bo'lmasa ham juda ham yaxshi bo'ladi mazasi. Men ham har doim ham qazi bilan tayyorlamayman. Shilpidoqlarimiz ham tayyor, hammaga yoqimli ishtaha. Agar videomni yoqtirgan bo'lsanglar, like bosishni va yangi videolardan xabardor bo'lish uchun Dunyo oshxonasi kanaliga obuna bo'lishni unutmanglar. Hammanglarga e'tiboringiz uchun kattakon rahmat.